Bu mana yuzasini o'rtasiga mana markazga qo'yib turib, mana o'lchag'ichlar bo'lsa-da santimetrni millimetrgacha o'lchab oladi. Markazda o'zini mana. Markazda o'zida. Hozir 1.5 ko'rsatyapti, o'zi 1.6 ko'rsatyapti. O'zi markazda o'zini. Buni effektini bilishlik uchun o'lchab olamiz, to'g'rimi? Bu ham mashhur oson, mana shu zararlangan sohani o'rtasiga markazda, uni markazini to'g'rilab turib, to'g'risida juda oson bu narsa. Mayda blokirovkasi bor, qo'yamiz, uni tortishni boshlaymiz. Bitta bosib urib turib, qilgandan keyin topda hozir blokirovkasi mana, kurchogi. Blokirovkani shunchaki yopib qo'yib turib, havoni yana qo'yib yuborib turib, yana chiqarib turib, yana tortsa bo'ladi. Yana dabafga qo'shilaveradi. Prosta bunday qilib qo'shilgan holatda chiqib ketib qoladi, tortmaslik kerak. Blokirovka qilib qo'yadi, ovoz chiqmasligi uchun. Boshlanishi o'zi kasal holatiga qaraladi. Birinchi qo'shib ketamiz bu narsani o'zi kardiolog, mana nafas yo'llariga, yurakda anaqasiga, ritm urishlariga ziyon yo'qligiga bizga anaqa berish kerak, razрешение bergan bo'lish kerak o'zi. Kardiolog ruxsat bergan bo'lish kerak undan foydalanish uchun. Shu nafas yo'lini ehtiyot qilish kerak. Bunda yurakka yaqin joyda sohaga, shuning uchun yurakka ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyotsizligini qilmaslik kerak. Eng birinchi navbatda xolos, xavfli tomon. Lekin juda oddiy narsa. Prostatagi ishlatib, kasal holatga ko'rib turib, yoshiga, kasallik holatiga qarab turib, 5 minutdan olib chiqsa bo'laveradi. 20 minutgacha, 25 minut, yarim soatgacha olib chiqsa bo'laveradi. Bu ham etapma-etap bo'lish kerak. 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20, 25 minut qilib olib chiqib, keyin stabil bo'lish kerak. Bir kunda 2 mahal yoki 1 mahal maksimal bo'lish kerak. Bir kunda 1 mahal yoki 2 mahal. 10 kunda o'zi effekti bilinadi. 10 kunda effekti bilinadi. Lekin to'xtatib qo'ysa, yana qaytalanib qoladi. Bu narsa 10 kunda chiqib qoldi, bo'ldi, bormayman degan narsani o'ylamaslik kerak. Bir oygacha olib chiqish kerak bu narsani. Bir oygacha olib chiqib, yana 10 kundan olib, yana bir kelib kerak bo'lsa, yana 10 kun 15 kun olib ketish kerak. Bu oshib olsa bitta kurs, ikkita kurs bo'ladi xolos. 3ta kursga ehtiyoj sezilmaydi hamada. Bir xilda ketish kerak ekan. Bu muolajamiz vakuumli terapiya deb hisoblanadi. Bu muolajani yoshga nisbatan effekti ertaroq bo'lishligining ham sababi bor. Yosh nisbatan kattalarda sekroq bo'lishi mumkin, sababi suyak rivojlanishi qattiganligi sababli ularda effekt sekroq bo'lishi mumkin. Sekroq ham 1 oydan 1,5 oygacha bo'lishi mumkin. Kichkinalarda, yoshi oylik chaqaloqlar yoki yoshga to'lgan 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh, 10 yoshgacha bo'lgan yoshlarda, bolalarda effekti nisbatan tezroq bo'ladi.